Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Avtori Yar Muhammad Tayir To'g'liq. 12 bob. Pul eڭi va iqtisodchilik tarbiyasi. Bayliq ömrünü xotirjam o'tkazish uchundir, ammo ömür mol to'plash uchun emas. Sheyx Saidi. Ata-onalarga kundek ro'shan, besh qo'ldek ayonki, hozirgi reallikda iqtisod eڭi intayin muhim o'ringa o'tdi. Shuning uchun farzandlarning eڭida ana dadadan qalsla pul uqumi intayin cho'nqur o'rin oldi. Tili chiqmagan bu vaqqa bir mo'lcham pul tutqizsa, talog'i elib chiqishni ishora qiladi. Sirtqa elib chiqsa, pulni cho'kimiz sotqichiga yoki kampir sotqichiga tanglaydi. Demisimi pul jamiyatning eng muhim qimmat o'lchami va hukmron anga aylandi. Chunki pul eڭi va uqumi o'zining jalbkorligi, sehriy kuchga boyligi, qimmat yaratishdagi eng muhim vosita bo'lish roli va kishilik turmushning birdan-bir kafolatlantirguchilik roli bilan bolalardan tortib cho'nglargacha hamma odamning qalbida cho'nqur o'rin oldi. Pul almashtirish vositasi bo'lishga boshlagan eng qadimgi davrdan boshlab insoniyatni ikki tabaqaga ayirganmi shu pul. Kishilarning kundalik ishlab chiqarish faoliyatlariga eng kuchli ishtirok qilganmi yana shu pul bo'lgan edi. Hozirgi dunyoda ellar bilan ellar, millatlar bilan millatlar, kishilar bilan kishilarning dunyodagi o'rni va ta'siri iqtisodni oldingi shart qiladi. Chunki pul bo'lganda taraqqiy qilg'ili, zamonaviylashg'ili, madaniyatli bo'lg'ili bo'ladi. İqtisadi asas bo'lmasa, yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Kishilar hayotini xotirjam, bayoshat, baxtli o'tkazman deydigan pul bo'lishi kerak. Pul bo'lmasa hech narsaga erishgili bo'lmaydi. Hatto yashashga ham mumkinchilik bo'lmaydi. Shunga insoniyatning barliq tirishchanligi oxirgi hisobda pul tepib boy bo'lib, turmushni bayoshat o'tkazish, bu dunyoning asl ne'matlaridan to'liq bahramon bo'lishdan iborat bo'lib qoldi. Pulning shunday qudratli sehriy kuchi va turtkilik rol bo'lganligi uchun insoniyat uzluksiz holda taraqqiy qilib, hozirgi zamonaviy davrga kirdi. Jamiyatda kishilar intilayotgan, talashayotgan va kurash qilayotgan manfaat, huquq, imtiyoz va unvon qatorliqlarmi yanada insonlarning shon-sharaf, nom-atoq tuyg'usi bilan pulni markaz qilganligini hech kim inkor qila olmaydi. Bu bir taraf. Yana bir nuqtadan qaraganda pul tepib boy bo'lish yoki kambag'al bo'lish har bir elning, millatning va har bir shaxsning yashash iqtidorini o'lchaydigan muhim o'lchamlarning biri bo'lib qoldi. Oq mushuk, qora mushuk, chashqan tutgan yaxshi mushuk degan iborami shuningdan chiqdi. Marksizm klassiklarimi bu haqiqatni to'liq muayyonlashtirgan. Marks kishilarning turmushi qanday bo'lsa, yana shunday bo'ladi degan. Siyosiyga ta'bir bergan chog'da siyosiy iqtisodning markazlashgan ifodasi deymiz. Siyosiy iqtisodning markazlashgan ifodasi deymiz. Undaq bo'lsa, bizning bularni eskartib o'tishimizdagi maqsad nima? Buning farzand tarbiyasi bilan nima munosabati bor? Yuqorida aytganimizdek, iqtisodiy ong ijtimoiy ongning yadrosi. Undaq bo'lsa, farzandlarda kichikdan boshlab to'g'ri iqtisodiy ongni yetildirish intayin muhim. Ular pul hajlashni bilib qolmay, pulni qanday hajlashni bilsin. Pulni qanday hajlashni bilib qolmay, pulning qayerdan kelganligini his qilsin. Pulning qimmati va rolini his qilib qolmay, pulni qanday topadiganligini o'rgansin. Yashashni o'rgatishda bularni bildirish intayin muhim. Yana bir tarafdan iqtisodiy ong axloqiy ong bilan bog'lanib keladi. Pul tepish bir ish, u pulni qanday tepish yana bir ish. Pulni hajlash bir ish, uni qanday hajlash ham muhim ta'lim-tarbiya talabi. Biz farzandlarda iqtisodiy ongni mundaq bir qancha tarafdan yetaklash orqali yetildirish kerak deb qaraymiz. Birinchi, farzandlarni pulning qadr-qimmatini bilishga, iqtisodchil bo'lishga o'rgatish kerak. Hammalning etini sug'or, pulini ol. Uyg'ur xalq maqoli. Jamiyatda hozir bolalar oilani, ota-onalarni so'raydigan zulukka aylanib qoldi degan gap tarqaldi. Haqiqatan ba'zi o'rta va oliy maktab o'quvchilarining hajlayotgan puli odamni cho'chitadi. Ularning o'ltirish qopishlari intayin katta, kiygan moda kiyim. Ba'zi oliy maktab o'quvchilari iyiga 500 yuan avatib bersa, o'qimayman, savodoshlaring oldida nomusga o'ltirding deb ota-onasiga besim ishlatganligini uchratdik. Ularga ukam uyingdagilarning qiyinchiligini o'yla desak, ularga kim o'qitsin deb degan, o'qitgandan keyin chidisin deb javob bergan o'quvchilarmi bor. Ular xuddi ota-onasiga o'qib berayotgandek, o'qishning o'zi uchun hech qanday foydasi yo'qdek his qilamdigandi. Yana bir tarafdan nurg'un bolalar iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan o'qish fursatiga ega bo'la olmagan. Ular bekorchilikda oilasiga yo'linib olib, kun bo'yi televizor ko'rish va ma'nisiz ishlar bilan shug'ullanish bilan kun o'tkazadi. Cho'ng ishlarni qilish qo'lidan kelmaydi. Kichik ishlarni qilishdan nomus qiladi va yaratmaydi. Kun bo'yi tam yo'lab o'ltirishga roziki, izlanib terishib tirmishib pul tepib kunlarini yaxshilashni o'ylamaydi. Uning ustiga qadimkilarning ruhini va hayot uchun, baxt uchun intilishlarini bo'g'ib kelgan, barg'a shukr qanoat qilish to'g'risidagi targ'ibotlarning ta'siridan qutula olmagan.
İslahat və bazar igilikining yo'li qo'yilishi bilan butun Jungo xalqi kambag'allik sharaf degan xato shuani cho'rib tashlab, iqtisodiy jihatda yuksalish va beyishga otlanib ketdi. Hamma odam o'zining iqtidorini namoyon qilib, turmush va madaniyat jihatda intayin yuksak o'ringa yetdi. Biroq iqtidorsiz, qobiliyatsiz kishilar taraqqiyotning sur'atiga yetisholmaganligi uchun yo'l topolmay navratlikdan engrashga boshladi. Turmush saviyasining o'sishi, iste'mol saviyasining yuqori ko'tarilishi bilan turmush ritmi tezlashib ketdi. Ba'zilar zo'r tirishchilik bilan haloldan pul tepib, halol yo'lga ishlatib shuhrat topdi. Boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi farqning cho'ng'ishiga ergashib, ba'zi harom tamoqlar pulni qonunsiz xato yo'ldan izlashdi. Natijada zahar setish bilan minglagan kishilarni zaharlash badliga boy bo'ldi. Ba'zilar kishilarni qaqti-soqti qilib, qo'yimchilik yo'li bilan boshqalarni qon qustirish hisobiga beyish yo'lini tanlab oldi. Ba'zilar o'g'irlik, bulonchilikdek razil yo'lga kirishdi. Ba'zilar nomusini setib, jon beqishni har olmadi. Qisqasi, iqtidorsiz, nabob cho'ng bo'lib qolgan bolalarning tutgan yo'li o'zini o'zgalarni nobud qilish hisobiga jon beqish bo'lib o'tadi. Ular nima uchun oshunda qonunsiz razil yo'lni tanlab oldi? Ularmi bizning farzandlarimizg'u? Ota-onalar buning tub sababini o'ylab baxtinglarmi? Bizning ko'zishimiz va turmush tajribamizga asoslanganda, biri farzandlarimiz mukammal, atrofliq tarbiyalanish fursatiga ega bo'lmagan. Yana bir tarafdan ota-onalar farzandlarga kichkidan tortib qattiq talab qo'ya olmagan. Aslidan olganda oila boshliqlari bolalarni mundaq taraflardan qattiq talab qo'yib tarbiyalashi kerak. Birinchi, ko'p bolalar oilada tizginsiz, erga o'ginib qolgan. Bilish kerakki, erga o'ginib qolgan bolalardan vafo kelgani nihoyat oz. Bolalarga hargizmi o'rinsiz badxahlik bilan pul xarjlashga imkoniyat bermaslik lozim. Ularga pul lozim bo'lganda, "Nemishqa ishlatsan, necha pul ketadi?" deb surishtirish, zaruriyati yo'q narsalar uchun pul xarjlashini to'sish lozim. Ikkinchi, bolalar hargizmi sizlarning tugamas xazina deb his qilib qolmasin. Bolalar hargizmi sizlarni tugamas xazina deb his qilib qolmasin. Ular oilaning qiyinchiligini bilsin. Boy bo'lsanglarmi shu pulning beshida ko'yayotgan o'tni his qilsin. Üçüncü, farzandlarni uyning iqtisodiy ishlariga qisman aralashtirish, ushaq-tushak narsalarni elib kelishga buyurish, pulni hisoblab berib, shuni yetkazib xarjlashga buyurish lozim. Kelgandan keyin pulni qanday xarjlaganligining hisobini olish, arzon muvofiq olgan bo'lsa, maqtash, qimmat olgan bo'lsa, manchi pul olg'il bo'ladi deb tushuncha berish lozim. Dadam meni boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larimda bozordan ko'ktat, go'sht qatorliq lozimatliklarni elib kelishga buyurdi. Men ba'zida dadam meni arzon olsan deb maqtasin deb, yenimdagi bir 2 mo'jam pulimni olgan narsalarga qo'shib o'tdim. Bu jarayonda menda uy bilan mening manfaatim o'tirsida bir xil o'rtaqlik paydo bo'lgan ekan. Shunga menda uyga ko'yinish, ailening iqtisodini o'zimning iqtisodiy deb qaraydigan ang shakllangan ekan. Cho'ng bo'lganda dadam menga, "Balam, odam har qanday ishda o'tirib qo'ysimi ancha afsuslanmaydi. So'rashida o'tirib qo'yish bek afsuslanarli ish. Chunki bir narsani bir qo'y arzon olsang, ko'ngling xush bo'ladi. Bir qo'y qimmat ilib qolsang, ko'ngling yerim bo'ladi" dedi. Yana sodada talishib tartishib ilish savob deydigan. Shunga men arzon pulliq narsa bo'lsa-mu biror mo'jan arzon ilishga tirishdim. Chunki dadam askartib, "Balam, 2 pul bo'lmasa bir qap sarangi setib olg'il bo'lmaydi. Sarangi bo'lmasa o't yoqqil bo'lmaydi. O't bo'lmasa uyda oshmi pishmaydi" degandi. Bu mening balliq chog'larimda pulning qimmatini va rolini bilishimga bo'lgan dastlabki darslik bo'lgan bo'lsa kerak. Men hozirgacha cho'ng oilam bilan o'zimning kichik oilamni boshqa deb qaramayman. Bizning oilada butun bir tuqqanlar hozirgacha sening mening deydigan ayrimchilikni qilib boqqanimizmi yo'q. 4. Bolalar qurbati yetadigan chog'dan boshlab oilaning iqtisodiy ishlariga hamkorlashsin. Ular ta'til mezgilidan, dam olish kunlaridan foydalanib bo'lsa-mu, bir javr o'rik, üzüm, şaptılga o'xshash narsalarni bo'lsa-mu achiqib satsin. Bo'lmasa imkoniyat yer beradigan ishlarni bo'lsa-mu qildirib, 1-2 qo'y pulni daftar, somka ishlatkizib, ularning mustaqil yashash ro'yiga ilhom berish lozim. Bu ularning pulning qanday keladiganligini, nerdan keladiganligini his qilish fursatiga ega qiladi. Men xili boyashat oilada cho'ng bo'lgan. Shundaqdimi men ta'til mezgilida kesik qo'yib pul tepib uyga olib kelatdim. Uyda ishib to'shib turgan o'tin bo'lsa-mu dadam meni o'tinga avatdi. 3 kecha kunduz yo'l yurib ilib kelgan bir haro o'tinni 30 qo'ylarga sotatdik. Bu menga pulning nerdan keladiganligini o'rgatgan. 5. Pul bolalarni jazolash va mukofotlashning vositasi qilib olish. Pulni bolalarni jazolash va mukofotlashning vositasi qilib olish va shuni odatlantirib qo'yish xato. Bunday bo'lganda bolalar haddan ortiq pulga cho'qingan xato unum berib qo'yadi. 6. Bolalarning cho'ng kichikligiga qarab ularda doim bir modin tartib 10 qo'ygacha pul bo'lishiga kafolatlik qilish lozim. Ulardan yanada pul bormi deb so'rab turish lozim. Agar yo'q desa,
ular to'liqlab berish ham yenidagi pulni nimaga ishlatganligini surishtirish lozim. Bu bir tarafdan jiddiy pul lozim bo'lsa, boshqalardan pul qarz oladigan odatni yetildirib olishning oldini oladi. Yana bir tarafdan pul uchun nashayan ishlarni qilib qo'yishdan saqlab qolg'ili bo'ladi. 7. Ballarga kichikdan boshlab pul iqtisod qilishni o'rgatish kerak. Yer oyimlarda ballar ko'proq pulga ega bo'ladi. Ba'zi ballar 100 koy pulni bir yo'lda hajlab tugitadi. Bundaq o'rganib qilish bekmi xatarlik. Men bu ishda mundaq bir chora qo'llandim. Ballarga pul iqtisod qiladigan sanduq elib berdim. Ular iqtisod qilgan pulga o'qish materiallarini setib oladi. 8. Ailede herkesmi aş taamlarını israf qilishga yo'l qo'ymaslik. Buningda ota-onalar o'lgi bo'lishi kerak. Uyg'urlarda nonni dastisi yomon bo'ladi degan gap bor. Shunga cho'nglar yer yuzida biror parcha tashlandiq nonni uchirtib qolsa, elib yanchiqqa silib qo'ydi yoki dassalmaydigan yerga elib qo'ydi. Balalarga bir qacha oshni yundiqxonaga to'kishga buyursangiz, u bola barbara qazalab to'kishga o'rganadi. Bo'lsa, maqsadli holda balalarni bir vaqt tamoqdan qo'yib beqinglar. Bumi ularning nonning qadrini bilishiga turtki bo'ladi. 9. Balalarning kiyim-kechak va oyog'i yirtilib ketganda biror qatam yomab kiyishga o'gitish kerak. Har qancha boy bo'lsangiz shunday qiling. Undaq bo'lmaganda ular cho'ng bo'lganda biror qatam yuyilgan yoki ozroq oqirib qolgan kiyimni kiyishdan nomus his qilib tashlab o'tadigan bo'lib qolishi mumkin. Nasihatdan namuna. Balalarga kichikdan boshlab iqtisodchilikni odatlantirish bilan birga ularning quramiga yetishiga ergishib, bu haqdagi turmush haqiqatlarini tushuntirish, pul tepishning yo'llari to'g'risida nasihat qilib turish intayin zarur. Balam, turmush tirikchiligi pulsiz o'tmaydi, biroq pul degan osmondan tushadigan narsa emas yoki uni yerga terib oladigan qo'noq bug'doy emas. Uni xili zo'r ajr mehnat bilan, kalla ishiltish bilan qo'lga keltirgili bo'ladi. Bir non yeyish uchun bir nonga loyiq ajr qilishga to'g'ri keladi. Bir yem pul bo'lmasa, bir kun och qoladigan ish. Biroq qora emgak bilan turmush maishatini qo'zg'alib bo'lmaydi. Hozirgi bozor raqobatida qobiliyatsiz, iqtidorsiz odam hargiz iste'mol saviyasiga yonisha olmaydi. Balam, turmush ritmi bek tezlashib ketdi. Raqobat intayin kuchli. Hamma odam pul tepish, yo'l izlashning ko'yda. Bekorchilik odamni kerakdan chiqarib yetadi. Cho'ng ish bo'lsin, kichik ish bo'lsin, ishning o'gi yo'q. Gap har qanday bir ish sanadan beralsa, o ishdan voz kechgulik emas. Bir shart shuki, bir ishning beshini tutib, shu ishning ahli bo'lgin. Bir ishga haqiqiy aqida qilib muhabbat bilan kirishsang, muvaffaqiyat darvozasi sana ochiladi. Su ustidagi ko'pikdek laylab yursang, kichkina to'lqinga bardoshlik bera olmaysan. Har kimning yo'li o'zi bilan birga bo'ladi. O ish shularning o'ziga mos keladi. Qilayotgan ishning o'zingga mos kelganligi uchun shu ishdan non tepib yelaysan. Tabiatiga munosib kelmagan ish sana munosib kelmagachkala sanadan bermaydi. Balam, jamiyatda ishning cho'ng kichikligi muhim emas. Eng muhimi qaysi ishni qilgan bo'lsang, shuningdan natija yotishda. Natijasi noma'lum bo'lgan yerga qadam bosma. Bayoni ma'lum bo'lmagan yo'lda yurish va qirg'iqi ko'rmaydigan daryoga o'zini urish aqlli odamning ishi emas. Oyog'i chiqmaydigan xomtama va natijasiz quruq agarlarning zanjiriga band bo'lib qolmagan. G'am qayg'uni, sabrsizlikni azroq qilib, chora tadbir ustida ko'proq o'ylash lozim. G'am qayg'u, g'azab va ochiqlanish tafakkur yo'lini etadi. Tadbir tulparinga yugan soladi, zehnini kerakdan chiqaradi. Natijada shu g'am qayg'uning asiri bo'lasanda hech ishni boshqa ilib chiqa olmaysan. Sen hargiz zamondan, sharoitdan og'rinma. Bahona ko'rsatish hurun, qobiliyatsiz odamlarning ishi. Pul topqanlarmı muşu zamanda muşu makanda yaşawatıdığı, ularmı dastlabda ishni eng oddiy ishlardan boshlagan. Har qanday ishning tunji qadamini elish tasrak bo'ladi. Biroq tunji qadamni bek o'ylab besishga to'g'ri keladi. O'zing topgan yo'ldan yaltayma. U andaq ishni qilib pul tepibdi, bu mundaq ishni qilib pul tepibdi degan gaplar bilan boshqalarni do'rab non berayotgan ishingni tashlab qo'ysang, nesini deb naqdin quruq qoladigan, yoqongdikini yalayman deb ilkingdikidan quruq qoladigan bu ish bo'ladi. Qanoatsizlik qilma, qobiliyatingga qarab yo'l tut. Hamma ish orzudagi xayolingdek bo'lishini atayin. Biror o'ngishsizlikqa uchirsang umidsizlanma. Niyatni yomon qilib oyog'i chiqmaydigan ishlarga tavakkul qilma. Bu dunyodagi ishlar hargizmi odamning tilaki va orzusidek bo'lmaydi. Odamda azroq qanoat bo'lmasa baxtli bo'lg'il bo'lmaydi. Bir kishi uy silish uchun tam etmoqchi bo'lsa, tamga xishni chang bostirib qo'yishga to'g'ri keladi. Agar xishni parchalamay tamni tuzayman deb tam qo'piri versak, butkul yer shariga tam erishga to'g'ri keladi-ki, hargiz bu chakni to'ldirish imkoni yo'qdir. Agar tamni butunlamakni o'ylasa, chorasi shuki, xishni parchalab chakni to'ldirish bilan plandagi tamni ko'ngildagidek butirib chiqa oladi. Navoiyning bu misoli kishilarga insof qilish ma'nosida aytilgan. Lekin odamning mohiyati qanoatsizlikdir. Qanoat qilmoq qo'lidan ish kelmaydiganlarning odati. Bulungda o'ltirib tirnoq tatlamoq bekor talab, o'rinlarning saodatidir.
Balam, fursat degan chiqinga o'xshash tez o'tib ketadi. Uni g'animat bilish, o'tib ketadigan umrda chaqqonlik bilan hosil olmoqning tirishchanligini qilmoq lozim. Chunki odam qeriydi. Kasallik belingni mukchaytidi. Put-qo'lda madar uziladi. Bu chog'da haqning qo'li qarab qolgandan o'lgan afzal. Qo'lingda pul mening bo'lmasa, hatto bolalaringning oldida e'tiboring bo'lmaydi. Quruq qo'l odamdan hatto do'stlarmi qochadi. Odam o'lmaydigandek mehnat qilib pul tepishi, at o'lib ketadigan kishilarga yaxshilik qilishi lozim. Balam, quruq ma'nisiz ishlar bilan umringni o'tkazma. O'zing qilayotgan ishning qimmatini bilib qil. Bo'lmasa go'har suzib misqol oladigan ahmoq havaslardek bo'lib qolasan. Hikoya qilinishicha, Umman daryosining sohilida yashaydigan bir savdogar savdo uchun daryo sohiliga boradi. U javohir uchun g'avvoslarga bir necha dirham pul beradi. G'avvoslar beshini tuvan qilganicha suv ostiga sho'ng'ib, yuz minglarcha jafo mushaqqat bilan daryoning tagiga yetadi. U yerdagi sadaflarni elib chiqib savdogarga beradi. Sadafning ichidan ya ushaq unchilar chiqadi, yoki bo'lmasa biror cho'ng go'har tepilib qoladi. Bunday go'harlar shohlar tojining shon sharfi bo'ladi. Lekin u g'avvoslarning oldig'ini ozg'in ish haqida iborat edi. Savdogar shu qadar qadr qimmatlik boyliqlarni qo'lga tushirgan bo'lsa-mu, lekin g'avvoslarga 1-2 yarmoqdan pul beribla bo'ldi qiladi. G'avvoslarmi buningga rozi edi. Afsuski g'avvoslar garchi go'har marvoyatlarni tanisa-mu, o'zlarining nimani berib nimaga erishayotganligini o'ylab qo'ymaydi. Balam, har qanday bir ishni qilishda uning sana qanchalik manfaati yetishini o'ylamay, uningga qanchalik mehnat taring singdirganligini o'yla. 1 yil ajr qilib oxirida quruq qo'l qoladigan ish uchun umringni zoya qilma. Balam, pul topaman deb hargiz napak yo'lga kirmagan, xiyonat pulini tanlamagan. Pul, mol dunyoni deb insoniy qadr qimmatini xar qilsang, butun ta'alluqotingni sarf qilibmi, obro'yingni qaytara olmaysan. Bir umr ajr qilib tikilgan qadr qimmatni ozg'ina mol dunyo uchun yaksan qilgan odam aqlsiz odamdir. Boshqalar bilan bo'lgan ilm berimda siliq va to'g'ri bo'l. Odamgarchilik yo'lini tutib, boshqalarni xursand qilki, o'z manfaating muddasida boshqalarni o'rinsiz ranjitma. Ko'p kishilar ozg'ina manfaat uchun do'stlik ulini lanshtirdi. Ilm berimda hech qanday kishi yolg'on so'z qilma. Quyruq ko'rsatib o'pki satma. Saxtipazlik keyingi yo'lingni to'sib qo'ydi. Yog'och qozon bo'lib qolasan. Muruvvatsiz, insofsiz bo'lma. Bahoni putishgandan keyin arzimagan ishni bahona qilib talash tartish qilma. To'g'ri, asliq, rost so'zlik bo'lsang, sen bilan aloqa qilgan kishilar ko'paydi. Ilm berim deganda xaridorlik odam rivoj topadi. Xaridorlaring sendan qochsa, ingay ko'lab, chivin qo'rib o'tirishga majbur bo'lsan. Jaliq, saxtipazlik qilib undirib olgan foydangdan keyingi ziyoning ko'p bo'ladi. Ilm berimdan faqat o'zingning foydasini ko'zlama. Sen bilan muomala qilishgan kishilarning manfaatini o'yla. Ularmi oz to'la foyda olsin. O'z foydangni deb boshqalarga ziyon yetkazsang, oz yegan ko'p yeydi, ko'p yegan nima yeydi degan qoidaga xiloflik qilgan bo'lsan. Yomon molni yaxshi deb boshqalarga tangma. Buning ziyoni topgan foydangdan ziyoda bo'ladi. Har qachon xiyonat qilish fikrini ko'nglingga keltirma. Tarozida durust bo'l. Savdo qilmoq bo'lsang, hargiz boshqalarga pul qo'shib sherikchilik yo'lini tutmag'in. Bo'lmasa qizil mag'zing pushaymonda zabram bo'ladi. Odam degan o'xshash bo'lmaydi. Sen bilan sherking o'tirishga munosabatmi bir xil bo'lmaydi. Mubodo oranglarda yerikchilik sodir bo'lib qolsa, orada ko'ngilsizlik paydo bo'lib, ko'ngil aroming buziladi. Agar birlashib tijorat qilmoq bo'lsang, sinalgan, durust, lilla odamni tepib birlash. Lekin orada hisobot noyat aniq bo'lsin. Do'st rost, hisob rost degan aqidani yaringdan chiqarma. Badgumon bo'lib, orqa sovuqchilik solma. Balam, agar mablag'ing yetarlik bo'ladigan bo'lsa, yaxshi istiqbolli ishlarga yuraklik dasmi silib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqargin. Boshqalarning hammonligini qilish hargiz tijorat hisoblanmaydi. Bugungi dunyoda tijoratning istiqboli uzluksiz yangi mahsulotlarni ishlab chiqargan tarafda bo'ladi. Yana bir tarafda nurg'un odamga manfaat yetkaza olaysan. O'zingning foydasi nechasi ish bordi. Elib satdi tijoratning oxiri chiqmaydi. Bugun bo'lsa ertasi yo'q. Bugun foyda olsang ertasi ham. Balam, tejashlik bo'l, hargiz isrofxo'r bo'lma. Yangilar ishinglar isrof qilmanglar degan aqidani unutma. Shuncha ajr qilib topgan halol pulni haromga xajlash, ma'nisiz, ahamiyatsiz ishlar uchun sarf qilib shamolga so'rish aqldan azg'onlarning ishi. Bir nonni xarlasang, bir kuni shu nonning xorliqini tartsan. Bir qo'y pulni behuda isrof qilsang, bir kuni shu bir qo'yning hijolatini tartsan. Yuqori martabaga chiqish nihoyat mushaqqat bilan qo'lga keladi, lekin xorliq martabasiga tushish nihoyat oson. Bir nonning qanchalik ajr badali kelganligini bilsang eding, isrofxo'rlikni hargiz o'zingga ravo ko'rmas eding. Sen buguningni o'ylamay, atangni o'yla. Sen hozir bizni borg'u deb bizga yo'lni olsang, mustaqil uy o'choqlik bo'lganda qanday qilasan? Kuniga 1 yuan pulni tejasang, 1 yilda 360 yuan pulni tejaysan. Kuniga bir qo'y pulni isrof qilsang, oxirida qarz bo'g'ilsan. Qarz degan ko'tarmak mushkul bo'lgan ig'ir yuk balam.
Qo'lingga pul tushganda chalida at chapma. Palakning chog'i aylanib xorliqqa qolganda pushaymondan boshqa chora yo'q. Baxt degan tutishni bilsang, sana qut atadi. Tutishni bilmasang, darhol sendan yuz o'raydi. 2 yuan puling bo'lsa, bir qo'yni hajlab, bir qo'yini tejab qo'ygan. Danalar aytgan, do'stingning oldiga muhtoj bo'lib borgandan dushmaningga qoldirganing yaxshi degan ibratni unutma. Hikmet kitaplarda shundoq bitibdiki, har qanday narsani tepishga qaraganda saqlash mushkul. Har qanday ne'mat baxtning madadkorligi bilan hosil bo'ladi, lekin uni ro'shan aql va yaxshi tadbir bilan ching tutmay turib muhofazat qilmoq mumkin emas. Agar har kishiga ho'shiyorlik va ishning oqibatini ko'rish quvvati nasib bo'lmagan bo'lsa, uning qo'lga keltirgani uzun o'tmay talafat va bulang-talonga ketadi-da, uning o'zida hasrat va nadomatdan bo'lak hech narsa qolmaydi. Balam badxajlikning shakli har xil bo'ladi. Buning birinchisi havoyi havasga xajlagan puldir. Ikkinchisi ichimlik va chekimlik uchun xajlagan puldir. Yuzingni qaro qiladigan, o'zingni xor qiladigan ishlarga pul xajlash beg'arazlikdir. Uchinchisi manmanlik, cho'ngchilik qilib o'zingni ko'rsatish uchun xajlagan pulning oxiri sana xorliq to'nini kiygizadi. Har qanday ishda o'tir hal yo'l tutgan yaxshi. Mehmondorchilik ishida shundoq. Hikoyat. Behram Gor degan podsho bir kuni o'g'lashga chiqdi. O bir qo'lini qo'g'layman deb o'z lashkarlarini yiroqlashib ketdi. O qo'g'la oxir bir mahallaga yetib keldi. Bu yerda bir qancha chidir o'yli kishi bor edi. O chidirlarning qishida bir daraxt bor edi. Behram Gor shu daraxtning soyasiga kelib otdan tushdi. Ondan chidir egillardan 3 kishini tepib, "Men hozir sizlarning mahallaga mehmonman. Ma'zi bo'lsa, chiqib meni mehmon qilinglar. Men sizlarning yordaminglar bilan qo'rsqimni azroq to'qlab olay" dedi. O chidir egillardan biri haddan ortiq bexil va himmati past kishi edi. Shunga u shahning ehtiyoji va iltimosi qilch pisan qilmadi. Yana biri haddan ziyod isrofxo'r va buzib chashadigan kishi edi. Shunga u kishi Shah Bahramni mehmon qilish uchun bir qancha qo'yni o'ldirib, katta ziyofatga tayyorlik qilishga boshladi. Biroq u kishining esil taomlari tayyor bo'lib bo'lguncha ochliq azobi Shah Bahramning miyasidan tutun chiqaribdi. O kishining katta nazu ne'matlari bugun pishirgandek emas edi. Biroq yana bir kishi nihoyat aqlli, donishmand odam edi. Uningga aql parasti yo'lboshchi bo'ldi-da, Bahramni o'z chidiriga boshlab, uning oldiga darhol bir necha non bilan bir oyoq qatiqni olib keldi va shahni mazaga taklif qildi. Bahram mazadan to'yg'idek yeb, betaqatlik va ochliq azobidan qutuldi. Rohatlanib bir oz arom oldi. Bahram Gor bir ozdan keyin maza qo'ygan kishiga nihoyat ko'p oltin kumush berib, uni maqtadi. Ko'ngli past bexil kishining dakkisini berib, uni sagitib qo'ydi. O'rinsiz buzib chachadigan isrofxo'r kishiga haddi hisobsiz ta'na va kinoyalarni qilib, uning buzib chachgan mulkini to'lab berib qaytib ketdi. Sen bu 3 kishining ahvolini silishtirib ko'rgin. Ularning o'rtasida qanchalik farq bor? Shunga bolam 10 qo'y bilan puturishga bo'ladigan ishqa 20 qo'y xajlash, 100 qo'y bilan yaxshi mehmon qilg'il bo'ladigan mehmonni 200 qo'y xajlab mehmon qilib qolganini yunda ozgilga to'kish to'limi nodonlik. Ikkinchi, farzandlar saxiy bo'lsin, xasis bo'lmasin. Saxiylik bek yaxshi ish, tashlamaslik kerak. Biroq xalqning mili bilan saxiylik qilmaslik lozim. Yusuf Hasajib. Uyg'ur xalqining farzand tarbiyasi an'anasida tejishlik bo'lish bilan saxiy saxovatlik bo'lish har qachon birlikda elib berildi. Bexillik bo'lsa har joyda ayblandi. Chunki saxiylik farzandlarning mardlik, odamgarchilik hislarini yetildirishda intayin muhim. Xasislikka odatlangan farzand o'zining gelig'ini qilib soladi. Chashqong'imi birdan oldirmaydi. Bundaq baxtsizlik haqida Alisher Navoiy bundaq bayon bergan. Past himmat kishi yig'ib sarf qilishni ayib ko'rdi. Ular yig'idi, tugunchakka tugidi. U tugunchakni ochmoq bo'ladi-yu, ichishga ko'zi qiymay yana bir tugunchak tugidi. Uning bu tugunchakni ochmoqligi uni xajlash emas, balki yana bir narsa qatmoq uchundir. U darhamlarni yiqqan tugunchakni ichishni hargiz ravo ko'rmaydi. Chunki darham qancha ko'p bo'lsa, tugunlar shuncha ko'p bo'ladi. Agar uni ochadigan bo'lsa, boshdan oyoq tugilgan tugunlarning har biri uning ko'ngliga birdan tugun soladi. Demak, bundaq bexillik asr bo'lgan odam bu dunyoda jahon ne'matlaridan bahramon bo'lish huquqidan o'zini o'zi cheklagan baxtsiz odamdir. Bir aqldan kishilar so'rashdi: "Baxtli kim? Baxtsiz kimdir?" "Baxtlik shuki", dedi aql javob berib. "Yeb ichdi ham teridi. Baxtsiz shuki, mol dunyo topildi, o'zi yemay dushmaniga qoldi." Demak, xalqimiz saxiylikni nihoyat yuqori fazilat va baxt saodat deb qaraydi. Bexillikni qaralaydi. Saxiylik uqumining ma'nosi keng ma'noda el uchun o'zini pido qilish, elning manfaatini o'zining manfaatidan yuqori ko'rish, xalqqa qo'lidan kelish yordam qilishni mazmun qiladi. Tar ma'nodagi saxiylikning ma'nosi shuki, qoni ko'ksi keng, qo'li ochiq, boshqalarga yordam berishni xushalik deb biladigan, qo'shnisi och bo'lsa taomni yeyishni ayib biladigan, bir non tatsa do'stlar bilan birga yeydigan, tang yegan tanga singar degan aqidaga amal qiladigan fazilatli odamlar saxiylikqa jo'riladi.
Bexillikmi ma'na jihatdan cho'ng mazmunni va kichik mazmunni o'z ichiga oladi. Cho'ng jihatdan qaraganda o'zining o'ylaydigan, o'zining manfaatini har qanday manfaatini ustun qo'yadigan, vatan xalq uchun qilchi manfaat yetkazishni ravo ko'rmaydigan odamlar shu jumlaga kiradi. Tar doiradan qaraganda pul tepishni biladigan, hajlashni ravo ko'rmaydigan, boshqalarga yegizishni mahora oladigan, o'z nafsiga qulub soladigan, yemay ichmay bor turib zag'irg'ajilab oxiri to'plagan mol dunyo qilib, o'zi hasrat nadomat bilan bu dunyodan ketadigan, bu dunyoning maishatlaridan o'zi uchun harom qilib etgan odamlar ko'zda tutiladi. Shuning uchun Uyg'ur xalqining farzand tarbiyasiga muhim tavsiyalari va odatlantirishi shuki, farzandlarga saxiy mard odam bo'lishni, bexil bo'lmaslikni o'rgatadi. Bu xil an'anaviy tarbiya farzandlarning kishilik turmushdagi o'rnini belgilaydigan muhim omillarning biri. Saxiy bo'lish yoki xasis bo'lish, hargiz boy bo'lish yoki kambag'al bo'lishni asosiy o'lcham qilmaydi. Uyg'urlar boshqalarga ko'z qilish uchun pul chiqarganni xasis hisoblaydi. Haqiqiy saxiyning o'ng qo'li bersa, so'l qo'li tutmaydi deb qaraydi. Shunga har bir odam qo'lidan kelishicha, qurbatining yetishicha elga va shaxslarga yordam qiladi. Ba'zilar qo'lining qisqaligi tufayli yaxshilik qila olmaganligidan afsuslik his qiladi. Mana shularni saxiy hisoblaydi. Chunki haqiqiy saxiylik o'lchami yaxshi niyatda. Ba'zilar qo'lida puli bar turuqliq, urug' tuqqanlarga xorliqqa tushib qolsa, ularga yordam qilishdan o'zini qochiradi. Hatto ba'zilar farzandlar uchunmi berishga ko'ngli qo'ymaydi. O'zlarini zo'rma-zo'r xorliqqa mubtalo qiladi. Bunday o'xshashlikning kelib chiqishidagi sabab nada? Dal ularning hayotni tushunmaganligi, yashashni bilmaganligida. Farzandlarni tejashlik, iqtisodchan bo'lishga o'rgatish bilan ularga saxiy bo'lishni o'rgatish lozim. Saxiylik bilan iqtisodchanlik hargiz bir-biriga qarama-qarshi emas. Tejashlik bo'lish bilan bexillik o'xshashmagan ikki xil mohiyatga ega. Hatto o'rinsiz buzib chachqandan bexillik yaxshiroq. Buning uchun ota-onalar mundaq bir qancha tarafga diqqat qilish orqali farzandlarga ta'sir ko'rsatishi va ta'lim tarbiya berishi zarur. Balalarga kichikdan tartibla boshqalarga yordam berish to'g'risida nasihat qilish, ularni boshqalarga yordam berishga rag'batlantirish lozim. Agar ular boshqalarga yordam qilish, hissashlik qilish hissiyotida bo'lsa, ularni qo'llab, yaxshi bolam, boshqalar qiyinchilik uchraganda yordam qilish kerak deb ilhom berish lozim. Ular boshqalarga yordam qilishni talab qilganda, haq bilan ko'ring bo'lmasin, o'zingni bil, bizning kunimiz aram, bizga kim yordam qildi ekan degandek so'g'uq pozitsiya tutib, ularning pok hissiyotiga zarba bermaslik kerak. Agar bunday qilsak, bara-bara bolalar faqat o'zini o'ylaydigan, boshqalar bilan kori bo'lmaydigan, shaxsiyatchi bo'lib qoladi. Boshqalarga yordam berish uchun cheklangan farzand mohiyatda boshqalarning o'ziga berilgan yordamdan cheklangan bo'ladi. Bu xil aylanishni Uyg'urlar palak cho'rgilab turadi, hech kimni qolmaydi deb qaraydi. Ballar kichik chog'da qo'lida yeyotgan meva, nonga o'xshash bir narsa bo'lsa, billa o'ynayotgan ballarga bo'lib berib yeyishni buyurish lozim. Tajribali tarbiyachilar, "Balam, adashqa bering, mening balam yaxshi, adashi bilan tang yeydi" deb balani ko'ndirdi. Ba'zi tajribasiz tarbiyachilar, "Yo'qda, bermayman-da" deb chaqchaq qiladi. Bu gap garchi chaqchaq bo'lsa-mu, balalarni buzadi. 3. Uyda yemek-ichmek, kiyim-kechak masalasida balalarni va o'zimizni haddidan ortiq qismasligimiz lozim. Agar qo'lingizda bo'lsa, yaxshi yeb, yaxshi kiyinglar. Urug' tuqqanlarga mo yordam qilib turinglar. Qo'shnilar qisilib qapti, "Ma'u oshliqni olib chiqib bergin, cho'ng opang yoki cho'ng dadanglarga ma'u 1 kilo go'shtni olib bergin" degandek vositalar bilan balalarga saxiylik tarbiyasi berish kerak. Uyda nonga qulub soladigan, dastlab qo'liga ilib beradigan odatni tashlang. Dangsab qo'liga ilib beradigan odatni tashlang. Nasihatin namuna. Zarur tepilganda va fursat kelganda balalarga saxiylik haqida nasihat qilib, ularga baxtdan bahramand bo'lish haqida tarbiya berishinglar kerak. Balam, saxiy bo'l, hargiz xasis bo'lmag'in. Uyg'urlarda bir tishlam non 1000 kishi yetibdi, tangigan tangi singibdi degan gap bor. Saxiy mard bo'lsang, do'stlaring orasida yuzing yo'riq bo'ladi. Kishilarmi seni so'ydi? Odam degan yeb-ichib yashag'ili bo'lmaydi. Kishilar bilan birga yashaydi. Saxovatli bo'lsang, boshqalar seni so'ydi. Xasis bo'lsang, mol dunyoyingdan boshqa biror do'stga erisha olmaysan. Xasis odam xuddi yig'insiz bahor buludiga, mevasiz quruq daraxtga o'xshaydi. Yig'insiz bulut hamon bir tutun, mevasiz daraxt hamon o'tindir. Saxovat degan insoniyat beg'ining bahoriy va mevelik daraxt hisoblanadi. Adam bo'lsang, oliy himmatlik bo'l. Himmatlik odam egiz uchqan lochinga o'xshaydi. Himmatsiz odam chashqonning o'g'lig'ichisidir. Bo'rining o'rtaq, quzg'unning yog'och beshida degan hikmat esingda bo'lsin. Yashagan ekansan bo'ridek yasha. Hargizmi quzg'undek shum tabiatlik bo'lib qolmag'in. Balam, saxovatlik bo'lish deganlik haloyiqqa manfaat yetkazmak, ihson qilib yaxshi nomga erishmak deganlikdir. Saxovatlik odam odamning eng yaxshisidir. Saxovat bilan nom qozongan odam mangu saodatlikdir.
Saxovat degan yolg'izla pul mol berish bilanla o'rindigan ish emas. Balki kishilarga yaxshi gap so'zing bilan, yaxshi xulqing bilan, yaxshi niyat bilan muomala qilib, manfaat yetkazishmi saxovatdir. O'zing qobiliyatli bo'lib, ilm hunaring bilan boshqalarning hojatiga yorgan bo'lsangmi, bu asl saxovat jumlasidandir. Birovga yaxshi maslahat berishmi, sana saxovatning savobini beradi bo'lam. Saxovat sana ikki xil oqibat elib kelishi mumkin. Biri sen birovga yaxshilik qilsang, uningdan sana ham foyda yetishi mumkin. Yana biri sen yaxshilik qilgan odamdan sana yomonlik qaytishi mumkin. Lekin u el orasida vafosiz nom bilan xor va e'tiborsiz, sen el nazarida ulug' va aziz bo'lasan. Shunga boshqalarga saxovat qilishni o'yla. Biroq uningdan ta'ma umidida bo'lma. Saxovatning yana bir foydasi borki, sen elga manfaat yetkazgan bo'lsanglar, senden manfaat ko'rmagan kishilarmi seni do'st tutishga ko'ngil bog'laydi. Shunga bo'lam, qo'ling uzun bo'lsa hojatmanlarning hojatidan chiqmag'ing lozim. Muhtojlar hojat talab qilib oldinga kelsa, hargiz quruq qo'l qaytarmag'aysan. Qo'lim qo'shlarning hojatman bo'lib qolganligini anglab qolsang, quloqingni yopirib olma. Chamingning yetishicha ularga yordam qil. Hikoya qilinishicha bir podshoh Iskandardan podshohlik lazzatini nimadan ko'rding deb so'rabdi. Buni 3 ishdan ko'rdim debdi Iskandar. Biri dushmanlarning bichora holga tushirib qo'yganda, biri düşmanlarni bichara holda holga tushirib qo'yganda, ikkinchi do'stlarga yordam berganda, uchinchi muhtojlarning hojatini ravo qilganda. Chunki bundan ortiq lazzatning e'tibori yo'qdir. Balam, puling bo'lsa o'rinliq bir ishga ishlatib olsang, ko'ngling xush bo'ladi. Boshqalarni xursand qilasan. Joyiga sarf qilingan pul nima degan qimmatlik, o'rinsiz sarf qilish nima degan behudilik. Hikoyat. Xisrov Parhiz vaziridan so'radi. Odamzodning qaysi toifasi siyosatga loyiq vazir edi? Adamlar 5 toifaga taalluqdir. Birinchisi shuki, ulardan o'ziga va xaloyiqqa yaxshilik yetadi. Hargiz yomonlik yetmas. Undaq kishilarni tarbiya bilan quvvatlantirmak kerak. Ikkinchi toifa shuki, ulardan yomonlik sodir bo'lmaydi, lekin yaxshilik ishlari o'ziga yetadi, kishilarga yetmas. Ularni ham aziz tutmak kerak. Uchinchi toifa o'tirdikilar. Ular o'zigami, kishigami yaxshilik qila olmaydi. Yomonlik ham qo'lidan kelmaydi. Ularni o'z holiga qo'ymak kerak. To'rtinchi toifadagilar yaxshilik ham yetkazadi, yomonlik ham qiladi. Nasihat bilan ularning yomonligini tark qildirmak kerak. Beshinchi toifadagilar yomonlikdan o'zga hech narsa qilmas. Siyosatni mana shunday kishiga qilmak kerak. Ammo siyosat avval nasihat bilan, keyin hayva bilan, orqadan adab bilan, yana bo'lmasa bandga salmoq bilan bo'lishi, oxirida imkon bo'lmasa o'ltirmak kerak. Bolam bexil odam pul tepish, asrash bilanla avara. Hasadxo'rning past xo'ypaylidan turmushi ochiq. Biri o'z boyligidan xaruzlar, ikkinchisi o'zining yomon qilmishidan musibatdor. Sen o'zingga tava mol dunyoyingdan foydalanalsang, u mol o'zingga tam, xasislik bilan o'zingni yemay, bolalaringga bermay to'plagan pul dushmandir. Balam, mushaqqat bilan topgan pulingni o'zingdan ayama. Pul degan patqoqqa o'xshaydi. Uningga qanchalik erismanlik bilan kirishsang, cho'nqir patsanda chiqishga imkon yo'qdir. Pul bilan erishish mumkin bo'lgan ne'matlardan barisiz qolma. Balam, isrofxo'rlik hargiz saxovat emas. Buzib chachqanni aql egisi hargiz sexiy demas. O'rinsiz yerga pul chiqarmaganni hech kim xasis demas. Saxovat qilsang hargiz ko'z-ko'z qilish uchun qilma. Bu sexiylik emas, balki behayolikdir. Danolar shunga haqni ko'rsin deb bergan odam bexildir degan. Bir odamga minnat qilib bergandan bermaganing yaxshi. Bir nonni ikkiga bo'lib, yarmini ochqa berganni sexiy deymiz. Bilginki sexiylik degan hunar bilan pul tepib o'rinliq joyga sarf qilishdir. Bexillik nadonlik va joyillikning oshkorlanishidir. Danolar deganki ikki odam ömrini bekor o'tkazgan va o'ziga abadiy hasrat, nadomat yukini ortib ketguchidir. Biri mehnat bilan ilm o'rgandi, ammo amal qilmadi. Yana biri mol to'plashga emgak sarf qildi, melini joyida ishlatishni bilmadi. Odam amaliy harakatiga qarab 4 turga bo'lindi. Biri deydi qiladi. Bu tiriklik yo'lini bildiganlarning qoidasi. Yana biri demaydi qiladi. Bu mardlarning odati. Uchinchisi deydi qilmaydi. Bu munofiqlarning odati. To'rtinchi demaydi qilmaydi. Bu bir bexil himmat paslarning odatidir. Balam, qo'lingda pul milingning barida kambag'al, tul-xotun, yetim o'g'illarga, urug' tuqqanlarga saxovat qil. Shunda qilsang, keyin namratlikqa tushib qolgudek bo'lsang, boshqalarning yordamiga erisha olasan. Agar qo'lingda barida uni joyida ishlatmay bexillik bilan sonini ko'paytmak bo'lsang, o'zingni baxtli qila olmaysan. Ham bir sabab bilan muhtojlikqa tushib qolsang, elning kulkisiga qolasan. U chaqda sana yardım qilgan hech kim chiqmaydi. Terishib pul tap balam. Lekin uni o'g'irlik ishlatishni bil. Sexiylik sening ayib nuqsonlarini yapadi. Bexillik eng yomon ayibdir. Joyida sarf qilgan bir pun zarning qimmatiga barobar, o'rinsiz yerga bergan zarbab tonning qimmati joyida bergan eski chaponning xosiyatiga arzimaydi. Odamning murod osmonga chiqish mumkin
Odamning murod osmoniga chiqish mumkin bo'lgan holda töven va past joyda turishi himmatsizlikdan bo'ladi. Rohat chimanzorligida farog'at xunchasini tomosha qilishga qurbib yor bergan turuqliq o'zini o'zi mehnat tikanligiga urish himmatsizlik va xaslikning jumlasidan sanaladi. Hayot tajribalari isbotlaganki, yaxshilikning savobimi o'zingga, yomonlikning kasobatimi o'zingga bo'ladi. Bu xususda sana bir ibratlik hikoya aytib beray. Saxovatlik tijoratchining hikoyasi. Çin mamlakatida tijorat ishlarida mahir va dona bir savdogar bor ekan. Uning bir yurak parisi o'g'li bor ekan. U o'g'ilmi shahardan shaharga yo'tkilib tijorat qiladi ekan. Shu odati bilan u farzand savdo ishi uchun safarga chiqib ketibdi. Karvonlar dunyo ishlari haqida paranglashib ketibsa, to'satdan qaroqchilar bostirib kelib, bularni bulang-talang qilibdi. Savdogarlar taraf-tarafga qochib, jonlarini qutuldiribdi. Yigitning dadasi bir hazada to'xtab, hushini yig'ib qarsa, o'g'li yanada yo'q turg'idek. O'g'lidan ayrilgan bu savdogar jigar qonlarini oqqizib, zar-zar yig'ladi. Yenini aqturgan edi, biligi tugib olgan 1000 tilla oltinni qilib qapti. U shu dasmoy bilan haram taraflarga berib o'g'lini izlash qaroriga keldi. U shu mang'anicha bir mamlakatga yetib keldi. Savdogar shaharga kirishiga bir to'p jamoatning bir odamni bog'lab, o'ltirishga tayyorlanayotganligini ko'ribdi. Jallod uning beshida qilich tanglab turib ko'pchilikka bu bir aciz bichorani o'ltirdi. Shariat bo'yicha bu qotilga o'lguchining xun bahasi uchun 1000 tilla oltin topshirish buyurildi. Qani aranglarda 1000 tilla topshirib uni qutqizib olgan kishi bormi deb jar silayotdi. Xaloyiq orasidan u odamni qutqizib oladigan birmi odam chiqmadi. U yigitning butun chiroyi qonga bo'yilib ketgan edi. Uningga o'limdan boshqa yo'l qolmagan edi. Savdogarning bu odamga ish og'rib, belgi tugib olgan 1000 tillani jallodga berdi. Jallod u odamni savdogarga topshirib berdi. Savdogar u odamning oldiga borganda, u dada deb o'zini savdogarning quchog'iga otdi. Savdogar u mening himmatimga shunday qilyotdi deb o'ylab, yigitni elib berib yuyindiribdi. Qarsa qizib olgani boshqa biri bo'lmasdan, dal o'zining jigar parisi o'g'li ekan. Ota bola ko'zlaridan qanliq yoshlarni oqqizib ko'rishdi. Keyin o'xsa qaroqchilar odam o'ltirib, bu bolaga dongab qo'ygan ekan. Navoiyning Saddi Iskandar deganidan o'zlashtirib ilingan ekan. Ko'rdingmi bolam, yaxshilik urqini chachqanlar yaxshilik usulidan oladi. Yomonlik urqini chachqanlarning oqibati echinishlik bo'ladi. 3. Mehmondorchilik saxovati va mehmondorchilikdagi adab tarbiyasi. Mehmon kelsa qut kelur. Qadimki Uyg'ur maqoli. Uyg'ur xalqining mehmondo'st degan nomi bor. Bu vaqtda qadimda Shinjonga kelgan sayyohlarmi uni xotirlarini qoldirib ketgan. Chunki mehmondo'stlikni Uyg'urlar bir saxovat deb qaraydi. Yana biri mehmondo'stlik kishilarning nomini yaxshi qiladi. Qadimki Uyg'ur shoirlari va olimlarning asarlarida ham mehmondo'stlik haqida qimmatli tashabbuslar o'tirib qo'yilgan. Biz nima uchun mehmondo'stlik haqidagi bu mavzuni farzand tarbiyasi haqidagi mazmunning bir tarkibiy qismi sifatida bayon qilmoq bo'ldik. Chunki kishilik munosabatda mehmondorchilik nihoyat muhim o'rinda turadigan bir soha. U bir tarafdan kishilarni bir-biriga yaqinlashtirdi, yana bir tarafdan kishilarga odamgarchilik yo'lini o'rgatdi. Uning ustiga an'anaviy farzand tarbiyasida saxovat, bexillik, adab yoki adabsizlik mana shu paytda nihoyat ro'shan seziladi. Bolalarning tarbiya ko'rgan yoki ko'rmaganligi ham mushundaq mehmondorchilik so'rovlaridagi yemak-ichmak adablari, o'ltirish qopish adablari, so'zlash adablari, mehmonlarga qanday muomala qilish usullari qatorliqlarda siniladi. Uyg'ur xalqining nurg'un an'analari har xil to'y-to'kim, o'lim yetim va ziyofat so'rovlarida ro'shan gavdalandi. Qo'lga suv berish qoidasidan qo'l yuvish qoidasigacha kishilar oldida o'zini qanday tutishdan turli qoida usullarga rioya qilishchi bo'lgan nurg'un ishlar mehmondorchilik an'anasiga bog'lanib ketdi. Yana bir nuqtadan hozir Uyg'urlarning an'anaviy mehmondorchilik usullari bir oz yatlashib ketgani yuzlandi. Buning ifodalari haddidan ortiq hashamatchilik avj oldi. Buzib chechish intayin ig'ir bo'lib, to'sish mumkin bo'lmaydigan bir qora to'lqinga aylandi. Ularga gap qilsa, pul bo'lsa o'zimning, qanday hajlistam o'zimning ishi. Sening yening og'irmagandan keyin o'ltiravermamsan deb zarba berdi. Bo'libmi hozirgi yoshlarda hashamatchilik ig'ir. Ba'zi bolalar bir yilda 2-3 qatim to'lgan kunini restoranda o'tkazadi. Yana ba'zi so'rinlardagi haddidan ortiq buzib chechish odamni afsuslantirdi. Hatto 40-50 yuan qimmatidagi qo'rimlarga bir cho'k tegmay to'kilib ketdi. Shuning bilan shu bir qatimliq o'ltirishda 10 odam bo'lgan bo'lsa, amaliyotda 100 yuan bilan yaxshi mehmon qilg'ili bo'ladi. Mehmon bo'lg'ili bo'ladi. Lekin 400-500 yuanlik qo'rimlarni buyurib olib, 300-400 yuanlikni isrof qilib to'kiydi. Bu bizning och ko'zligimizmi yoki qasddan buzib ketishmi? Bir birodarimiz bir to'yda qiz yo'tkash uchun oliy darajalik bir xil markalik, bir xil ranglik mashinani ishlatgan. Shuning uchun 8000 yuan pul sarf qilgan. 10 mashinani do'stlari ariyatga elib beribdi. Agar shu qizni 5 mashina bilan yo'ksa, shu qizning sifati o'zgarib ketamdigandi. Buni mushu jamiyatda yashayotgan hamma odam obdan biladi.
Şu biz ısrap qilib etgan bir qatimliq sorundagi taomlarni yezlardagi bir dehqon oilasi bir oy tirikchilik yetkazganligini bilamiz. Acaba bir qacha oshga to'ydigan bu qo'rsoq uchun shuncha buzib chechish ravomi? Bu ahvollar bizning qanchalik nodonligimizni, madaniyatsizligimizni oshkorlab turibdi. Madaniyatlik ellarda hargizmi mundaq buzib chechishga yo'l qo'ymaydi. Bir san'atkor birodarim mundaq bir ishni hikoya qilib berdi. U birodarim Amerikaga chiqqan edi. Amerikada tuqqanlari nihoyat yaxshi qarshi elibdi. Bir kuni bir tuqqani restoranga apirib mehmon qilmoqchi bo'lib, bir yerga kirib bir qancha xil tamoq buyuribdi. Mehmon kutkichi bularning buyurgan taomlarining ko'p bo'lib ketganligini his qilib, "Sizlar qancha odam?" deb so'rabdi. Ular 2 odam ekanligini aytganda, oldiga kelib bo'lgan taomlarni elib ketibdi va ikkinglar mushu taomni aron yeysizlar debdi. Demak, u yerlarda oshxona xo'jayinlarimi boshqalarning o'shiq chiqib qilib buzib chechishni xohlamaydi ekan. Bizda-chu, agar biror restoranga yoki oshxonaga kirib, xo'jayinning niyatidagidek qimmat tamoq buyurmasak, birdamla o'tirgandan keyin bir narsa lozimmi yoki bo'ldimi deb so'raverib, qo'pib ketishga majburlaydi. Azroq insof bor va madaniyatli kishilar, tarbiya ko'rgan mo'dvar kishilarimiz nihoyat tejashlik o'shiq chiqib qilishni xohlamaydi. Bir qatim eng hurmatli bir ustozimni bir ishga yordamlashtirish uchun uyidan ilib chiqdim va kira mashinasi to'smoq bo'ldim. Lekin u ustozim hargiz unimadi. "Yo'q bolam, 5 mo bilan boradigan yerga bekor 10 yon xajlash behuda" dedi. Men shundan keyin biz turmushni, hayotni tushunmaydi ekanmiz deb o'ylab qoldim. Umuman olganda bizdagi hashamatchilik uchun sabab ko'rsatishga hech qanday asosimiz yo'q. Faqat u bizning madaniyatsizligimiz, dog'vozligimiz, tarbiya ko'rmaganligimizning ifodasi. Bu aile tarbiyasi bilan cheklanmay, butun jamiyatning e'tiborini qo'zg'ash lozim. Biz bu xususda Yusuf Hasajib bilan Alisher Navoiyning mehmondorchilik saxovati va mehmondorchilik adabi haqida qoldirib ketgan qimmatli nasihatlarni o'rnak sifatida beramiz. Bu bayonlardan farzand tarbiyasi uchun ham o'zimiz ibrat olishimiz uchun foydalanishinglarni umid qilamiz. Alisher Navoiy. Ular nima degan yaxshi kishilar ha? Ular hamisha saxovatdan boshqa ish qilmaydi. Olamning yo'riq chehrini parvoyiga olmaydi. Ular o'zini bu zamonning mehmoni deb biladi. Shunaqla barliq zaman ahlini o'zining mehmoni deb qaraydi. Ularning kulbisiga har qanday inson mehmon bo'lib kelsa, jon va dili bilan uning ko'nglini xushal qilib, qo'rsiqni to'yg'izmoqcha o'zining ro'zisini sundirmaydi. Balki Tangrining do'sti Hazrati Ibrohim alayhissalomdek saxovat astixonlarini ichib, mehmonning oldida oydek nonlarni sundirdi. Ularga mehmonsiz yegan har qanday lazzatli taomlarmi zaharlik bilinadi. Mehmon bilan yegan quruq non jannat ne'matidan ziyodaroq ko'rindi. Ular mehmonni ko'rgan hamon intayin xush muomala va ochiq chiroy bilan marhamat va yaxshilik adablarini, odatlarini bajo keltirdi. Qizil guldek ichilib guldek dasturxonlarni yeydi. Mehmon dasturxonga qo'l sunsa jon dili bilan minnatdor bo'lib turadi. Taki mehmonni to'yg'izmoqcha o'zini to'yg'izishni o'ylamaydi. Mehmon qo'l uzatmoqcha o'zi qo'l solmaydi. Ularning mehmoni podshoh bo'lsin yoki gadoy bo'lsin, hammasiga o'zining holiga yarasha mehmondorchilik qoidasini ado qiladi. Podshohga shirin taomlarni qo'yib gadoy kelsa quruq non qo'ydigan ishni qilmaydi. Chunki bu biri podshoh, u biri gadoy bo'lsa-mu, har ikkisi Tangrining bandisidir. Tangri oldida har ikkisi barobardir. Farzandlarga tarbiya berganda mushu nuqtaga bek ahamiyat berish kerak. Boyga bir xil ko'z bilan, kambag'alga bir xil ko'z bilan qarash, boshliqqa bir xil dasturxon, fuqaroga yana bir xil dasturxon silish, ko'ngildagi odamni haydab deb tamoqqa taklif qilib, boshqalar bilan anchkari bo'lmaslik adabsizlik va qulchilik hisoblandi. Boshqa odamlarning ham o'ziga tushliq ko'ngli bor. Hargiz bir vaqt to'y bo'lish uchunla mehmon bo'lib kelmaganda, uyga kelgan mehmonning yaqin va yeriqi bo'lmaydi. Ulug' kishilarning hammasi deydi yana Alisher Navoiy. Qarmoqqa parakanda holatda ko'rindi. Kiyim-kechaklarni ortiqcha bezab ketmaydi. Ular ko'ngil mamlakatining podshohidir. Yoshirin sirlardan xabardordir. Ularning himmati oldida bu yuksak osmon pastdir. Undaq kishilar sizilsa, shohlarmi ularning oyog'iga bosh qo'ydi. Tangri ularni shu qadar aziz qilgan tursa, parakanda ahvoli qarabla xar ko'rishga bo'lamdi. Aql kishilar agar mehmondo'st bo'ladigan bo'lsa, ularni hargiz past ko'rmaydi. Ularning haqiqiy mohiyati pinhondir. Ularning qanday kishi ekanligi ko'zdan yiroq. Saxovat egalari o'tkir ko'zlarini har tarafga keng ochib, hammani tang barobar ko'rishi kerak. Quyoshdek hamma kishiga o'xshash chiroy etishi, nurlarni jahonning hamma yeriga tang va bir tekshi chechishi lozim. Quyosh mayli oltin qasr bo'lsin yoki vayrona xarobi bo'lsin, hammasiga o'xshashla nur chachadi. Hammalarga ayonki mehmondorchilikda necha xil illat bor. Ulardan biri shuki, agar biror boy va imtiyozli kishi sening uyingga mehmon bo'lib kelsa, ularga haddan ortiq istirobchilik qilsa, mehmondorchilik bilan o'zingni ko'rsatish va nom shuhrat qozonishni ko'zlab, bir mehmonga 10 qo'yni o'ldirib, qand kezak va nozu ne'matlar bilan qo'shib uning oldiga tizilsa, u kishi ularni
Bərabər yep bololmaydı. Sen bularning hammasini aşı yalğız kişiga yedirmekçi bolup, sözün, közün ve qo'llaring bilan ha deb yeyishga zo'rlaysan. Insof bilan o'ylab baq. Bundaq qilish durustmi? Bunchalik ko'p yemaklik bilan dasturxon hozirlaydiganga sening uying Sheyx Luqmanning mazri emas, senni o mazarning sheyxi emas-ku. Nima uchun Tangrining bergan melini o'rinsiz isrof qilib, saranglardek buzib chashsan? Gerçi Tangri yanlar işçiler degan bolsa-mu, lekin yana isrof qilmanglar deb ogohlantirgan emasmi? O mehmonni zo'rlab, yolvurib zahar yegizdiganga o sana nima yomonlik qilgan? Chunki sening o mehmonga zo'rlab yegizgan bir luqma tamoqing uningga bir luqma zaharga aylandi. Bundaq zahardan o mehmon hech qachon yaxshilik ko'rmaydi. Mundaq ziyofat bir xil shumliq, balki intayin zo'r ofatdir. Aql egalari mundaq mehmondorchilikni to'liq yomon ko'radi. Yana bir illat shuki, uyingga qachonki biror ojiz va zaif mehmon kelsa, uningga bir luqma tamoq berishni ravo ko'rmaysan. O musofirning ochliqi va ishtihosi uning ichini ko'ydirgan taqdirdami, uningga mehmondorchilik yo'sinini bajo keltirishga ra'yin bermaydi. Uning ko'nglini biror vaqt tamoq bilan xush qilishni xohlamaysan. Hatto sening bexilliging shunchalik cheksizki, kelgan musofirni qup-quruq yondirishdimi, ar-nomus qilmaysan. Sening mundaq bexilliging o'rinsiz buzib chashqandimi, yomonroq qabihlikdir. Ata-onalarning samiri bo'lsin-ki, biri o'zinglar ulgi bo'lib uyinglarga kelgan har qanday tabiqadagi mehmon bo'lsin, ularga o'xshash muomala qilib fazilatinglarni ifodalanglar. Yana biri farzandlarga oddiy kiygan odamga bir xil, oliy kiygan odamga bir xil muomala qiladigan ishga yo'l qo'ymanglar. Hammaga chiroyli, adablik, hayo bilan muomala qilishni o'rgansin. Yusuf Xosajib mehmondorchilik qoida usullari to'g'risida mundaq qimmatli bayonlarni bergan. Balam, mehmondorchilik qoidasi va shakli ikki xil bo'ladi. Biri mehmon chaqirish, yana biri chaqirgan yerga berish. Har ikkisining qoida usullari bo'ladi. Agar mehmon chaqirmoqchi bo'lsang, yaxshi tayyorlik qilib, qo'ling uzun vaqtingda taklif qil. Chunki chaqirmoqning eti ulug' bo'ladi. Saladigan ko'rpa, osh tatadigan qacha, saramjonlaring pokiz bo'lsin. Dasturxoning mehmonlarni xursand qilgudek mo'l bo'lsin. Taomlaring tamlik, lazzatlik bo'lsin. Mehmonlar ishtiha bilan yesin. Bunda qilsang mehmonlaring sening ularni qadrlaganligingdan mamnun bo'lib so'yinadi. Sening dilingga yo'riq bo'ladi. Agar yetisholmagidek bo'lsang, yaxshisi chaqirmayli qo'ygin. Mehmon chaqirib qo'yib, o'zing qisilib qolgudek bo'lsang, bir tarafdan o'zing o'ng'aysizlanib qolsam, yana bir tarafdan mehmonlar holiga qarab ish tutsa bo'ladi, pixsiqligini deb masxara qiladi. Bir qusuringni min qilib ko'rsindi. Yaxshi qilaman deb yomon atilib qolasan. Shunga taomlaring mehmonlarga yetkudek kengri bo'lsin, lekin isrof qilgudek bo'lmasin. Mehmon chaqirganda ko'ngil og'rimgudek mehmon qilay desang, sana yaqinchilik yuzini ochgan, ko'nglida sana aqidasi bor kishilarni qoldirib qo'yma. Gal og'riqi nihoyat yomon. 4-chi, emgakni so'yish tarbiyasi. G'ururlik, muhtojlik va xorliqqa sabab bo'ladi. Tafakkurimdan tamchilardan. Emgakni söýüşki adetlendiriş, mehnatdan qaçmaslıqqa ögütüş Uyg'urlarning farzand tarbiyasiga ilg'or an'analardan biri. Uyg'ur ota-onalari farzandlarning ishqi chidamsiz, o'rin, harom tamoq bo'lib qolmaslik uchun yurak qinini sarf qiladi. Shuning uchunmi ota-onalar farzandlarini kichigidan boshlabla o'ziga agashtirib, hayotlikning o'lini salg'uchi, etiz eriqlarga elib chiqib, nonning nadin keldiganligini his qildirdi. Uy ishlarini qildirish orqali turmushga pishirdi. Biroq hozirgi davrga kelganda bolalarning yaxshi o'qiy olmay qolishidan azrab, bolalarni ishga solmaydigan, ularga uy ishlarini qildirmaydigan bir yomon odat shakllanib qoldi. Şuna ata-onalar normal harakat va emgak qilish bilan o'rganishning munosabatini to'g'ri ilmiy tushunib olishi zarur. Qonuniyat shuki, emgak insonlarni yaratdi, tafakkurni taraqqiy qildirdi. Bütün insoniyat madaniyatini yanada emgak yaratdi. Shuning uchun insonlarning aqliy taraqqiyoti, insoniy qobiliyati bilan emgak bir daqiqami ayrilgani yo'q. Shuning uchun o'qishmi emgak. Biroq mehnat bilan o'rgangan bilimni yana shu emgak bilan joriy qildirmaydigan bo'lsa, undoq bilim xuddi mevasiz daraxtga o'xshash hech kimga manfaat bera olmaydi. Qurib qolgan qaqshal daraxtga o'xshash hech kimga manfaat bera olmaydi. Qurib qolgan qaqshal daraxtga o'xshash o'ziga soya tashlamaydi. Bu xil bog'lanishni qadimgi Uyg'ur olimlari intayin yaxshi yakunlagan. Bilim deydi Yusuf Xosajib, xuddi dengiz ostida yotgan go'harga o'xshaydi. Uni mehnat bilan qizib chiqib ishlatganda shohlarning beshiga toj bo'lgandek xosiyatli bo'ladi. Agar uni qizib chiqarmaydigan bo'lsa, soydagi toshdan nima farqi? Alisher Navoiy. Ilm o'rganib uni amalda ishlatmagan kishi qo'shaydab urug' solmagan yoki urug' silib hosil olmagan kishiga o'xshaydi deydi. Chunki bilimmi mehnat bilan o'rganilib, yana shu mehnat bilan joriy qildiriladi. Bu mohiyatning bir tarafi. Ikkinchi nuqtadan qaraganda, emgak harakat, tafakkur qilish, badanni va aqlni chiniqtirish degan gap. Normal emgak bilan o'rganish hargiz bir-biriga qarama-qarshi emas. Bir-birini ilgari suradi, bir-birini to'liqlashga yordam beradi. Tafakkursiz bilim bo'lmaganga o'xshashlar, tafakkursiz emgakmi bo'lmaydi. Eng oddiy harakatlarmi aql ishlatishdan, tafakkurdan ayrilmaydi.
Qara əmgəkdən bilim bilan Qılınğan əmgəknin fərqi şuki, bilim əmgək qılğıçını şu əmgəkni qandaq qilishqa ögütüdü. Çünki ən önümlük əmgəknin asasi şərti əmgək qilishni bilishdir. Şuna ögünishdiki maqsad ögüniş üçün ögüniş emas, balki insanlar əmgəkinin önümdarlığını aşırış emasmı? Yusuf Xasacib əmgək bilan bilimning munosabatini xulosalab, hünərlik qul hünərsiz padşahdan afzal, bilimlik bir odam qilgan ishni bilimsiz ming odam qila olmaydi degan. Tərbiyələyiciler üçün yeni bir addi savar şuki, farzandlardagi horunluq, ularning barliq faoliyatlarda eng zərli hasharat o'xshash balalarni kerakdan chiqardi. Əmgəkə horun bala, o'qishqa horun bo'ladi. Horunluq oxiri aqlni va jismoniyatni kerakdan chiqardi. Shunga normal əmgək və hər türlü faoliyatlarni o'qishga ta'sir yetkazadi deb qaramang. Qadimki Uyg'urlar ishchanning erini yog'liq, horunning beshi İşcanның erini yağlıq, horunның beşi qanlıq deb mehnat bilan baxt saadətinin münasibətini, muhtajlıqның iğir aqibətini nəhayət yaxşı xülasələgən. Ballarni əmgəkni söyüş, özünün qədir qimmatini halal mehnatdan, muvaffaqiyətlik əcrdən tepişqə ögütüş kerak. Fən mədəniyyət tərbiyəsi bilan iş bitməydi. Ən mühimi özünün vücudida yetilgan insani qabiliyyətini qadr qilib izlanish orqali joriy qildirish kerak. Buning uchun mu ishni kichikdan boshlashga to'g'ri keladi. Farzandlarga o'smirlik chog'laridan tartib o'z iqtidori yor beradigan ishlarni o'zining qilishiga fursat yaratib berish va ularni shuningga odatlantirish kerak. Hech bo'lmaganda oila ishlariga yordamlashtirish, o'zining ishlarini o'ziga qildirish kerak. Hatto bolalar bu ishlarni qilganda ixtiyoriy va qizg'inlik bilan qiladigan bo'lsin. Hargiz bolalarni kichik chog'lab bu ishlardan chetda qo'yishga bo'lmaydi. Garchi ular ishni sizlarning talpinglarda qila olmasa-mu, ayibga buyurmaslik, ochiqlanmaslik, imkon bor ilhom berib savrchanlik bilan yetaklash kerak. Farzandlarning ishlarini ko'ngildagidek qila olmasligi ayib emas. Eng ayib bo'ladigani ishdan qochish. Bekor talab o'ginib qolgan bolalarning cho'ng bo'lgandami ishga chidamliq, yaramliq bo'lib chiqishi natayin. Farzandlarni erga o'gitib qo'yish haqidagi haqiqiy ma'nidagi mehribonlik bo'lmaydi. Farzandlarni ish qilish odatlantirish hargiz ularni jazolash va ulardan foydalanib olish uchun emas-ku. Eng muhimi farzandlarning mustaqil yashash, mustaqil izlanish ruhini va mustaqil yashash iqtidorini yetildirishga turtki bo'lishda. Mana buni haqiqiy mehribonlik deb qaraymiz. Bu xil əmgəkçilik ruhini kiçikdən tartib, taki quramı yetkiçə hərgiz üzüb qoymaslik kerak. Təcrübələrinin isbatlanışıca, farzandlarning o'smirlik chog'laridagi aqli iqtidorining yetilishi, ijodkorlik qobiliyatining tug'ilishi, fan madaniyat tarbiyasidan ko'ra, mundaq ikki asosga bog'liq bo'ladi ekan. Biri, farzandlarni turmushga ko'proq aralashtirish, bozorlarga elib berish, bolalar bilan erkin ozorda o'ynashga yo'l qo'yish. Yana biri kichikdan boshlablar cho'ng kichik ishlarni qildirish, ko'p anglatish, ko'p so'zlatish orqali tafakkur qobiliyatini taraqqiy qildirish. Farzandlardan mehnatni söyish, jafo mushaqqatdan qo'rqmaslik, o'ziga ishonishdek yaxshi fazilatni yetildirish farzandlarning keyingi istiqboli bilan munosabatli zo'r ish. Chunki baxt saodatning yiltisi ajr buliqidan sug'uriladi. Ajr mehnatsiz faqat oilaga tayinibla baxt saodat huzurdan bahramand bo'la oladi. Ajrsiz tayyor g'ayr bo'lib erishgan baxtning qadr qimmati bo'lmaydi. Konlarning shundoq so'zi bor. Ajrsiz erishgan bug'doy nondan, ajr bilan erishgan teriq zag'irsi lazzatli bo'ladi. Jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan, turmushga pishgan farzand xar bo'lmaydi. Horunliq va mehnatdan qochish namoratlik, muhtojlikqa sabab bo'ldi. Horun odam samimiyatsiz, yolg'onchi bo'ldi. Horunliq yana xushomadga va qulluqqa odatlantirib qo'ydi. Insonga muhtojlikdan ig'ir baxtsizlik yo'q. Namoratlik sharaf emas. U bu dunyoning maishatlaridan mahrum bo'lish degan gap. Namoratlik va muhtojlik dog'larini faqat aql farosat bilan ajr mehnat birlashtirilgandala yuyib tozalag'ili bo'ladi. Mustaqil yashash iqtidorini yetildirmagan bolalar oxiri tamaxurlik kasaliga giribdor bo'ladi. Farzandimiz uchun tama bilan yashashdan ig'ir haqorat bormi? Shunga bir tarafdan yetaklash, bir tarafdan odatlantirish bilan birga tushunish iqtidorining o'sishiga erishib, buni xususda nasihat qilib turish lozim. Nasihatin namuna. Balam, esingda bo'lsinki, biz sana mangulik homiy bo'la olmaymiz. Biz sening namorat va muhtojlikda qilishingni xohlamaymiz. Agar namorat bo'lsangiz, namoratlik va muhtojlik degan biz bilan ketsin. Bu haqoratlik qalpoq hargiz sening beshingda turib qolmasin bolam. Namoratlik va muhtojlik intayin ig'ir haqoratlarni elib kelishga qobildir. Bo'lsa beshingizdan o'tgan kulfatlarni so'zlab bering. Bolam, ko'rinishi beqir bo'lgan kishilardan muhtojlik bo'lganlik uchun uni gadoy deydi. Bu hamma bolalarga va kishilar orasida xor va e'tiborsiz bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Har kim muhtojlik yipiga bog'lanib qolsa, hayo imonning jumlasidandir degan raqammi sening hayotingning varqidan o'chib ketadi. Bundaq ig'ir kunga qolgan odam uchun hayotlikning lazzati va qimmati bo'lmaydi ekan. Hayotdan bezor bo'lib, izo va zarliq uchraydi ekan. Aql shamimi yo'rimas bo'lib, zehn va iqtidorga ham nuqson keltirdi ekan.
Turmuşingda shundaq balalar sodir bo'ludiki, to'g'ri tadbiringmi sana ziyon zahmat elib keladi. Har qancha diyonatlik bo'lsangmi, xiyonat tuhmatiga uchraysan. Hikmat bilan sug'urilgan qimmatli fikrni qilsangmi, ayiblik hisoblansan. Baylar qilsa maqtashqa, alqishqa sazovor bo'ladigan ishlarni sen qilsang ta'na va ayblashga uchraysan. Bu xuddi biror amaldor yoki puldarning odatdagi bir taklifi butun odamning harakat mezoni bo'lib qoladi-yu, odatdagi bir namrat odam ulug' hikmatlarni o'tirg'a qo'ysimi, e'tiborga erisha olmaganga o'xshash. Yana real turmushga qara. Namrat biror ishga jur'at qilishga niyat qilgan bo'lsa, o'zini bilmay hadidan oshqanini qara, deydi. Xayr saxovatli ishlarni qilay desa isrofxo'r deb tillaydi. Agar ig'ir besiqlikni odat qilsa, bo'shanliqda ayiblaydi. Agar yolg'izlikni xohlasa, darvish bo'lmoqchi o'xshaydi deydi. Agar kishilar bilan aralashmoq bo'lsa, buningga havas paydo bo'lib qopti desa, kuladigan bo'lsa masxirvoz deydi. Jim o'ltirsa, hissiyatsiz qoladek o'ltirdi deydi. Ish qilib muhtoj bo'lib qolgan kishi zamon ahlining oldidami, hatto urug' tuqqanlarning, do'st yarallarning oldidami ayibdor va e'tiborsiz ko'rindi. Her qachon qadding ko'tarilmaydi, yuzingmi yo'riq bo'lmaydi. Agar mushunda qol bilan senda ta'ma sodir bo'lib qolgudek bo'lsang, hamma xaloyiqning ko'ngliga dushmanlik sodir bo'ladi-da, hech qanday qojiting ravo bo'lmaydi. Puldor odam necha ming yuan so'rsimi, xursandlik bilan berib turadigan odam sana bir mo'chan berib turishnimi o'zi uchun aqlsizlik hisoblaydi. Muhtojlikdan keltiradigan haqoratini tushundirish bilan emgakning shon-sharafini tushunish fursatiga ega qiling. Balam, Uyg'urlarda o'zingni xor qilg'uchi kuchingni xor qil degan jasoratli xitob bor. Bu hikmatni yodingdan chiqarma. O'g'rilik bilan o'zingni yuqorqidagi xorlik va muhtojlik balosiga mubtalo qilma. Odam degan ish qilganga hech narsa bo'lib ketmaydi. Emgak seni qaysarlashtirdi, vujudingni jasoratga to'ldirdi. Sen shunday bir qonuniyatni hayotingning mezoni qilganki, emgaksiz hayotlikmi bo'lmaydi. Emgaksiz o'tgan hayotlikning ma'nosimi bo'lmaydi. Sen izlanayotgan, ijod qilayotgan va mehnat qilayotgan chig'ingda o'zingning haqiqiy odam ekanligingni his qilish fursatiga muyassar bo'la olaysan. Sen emgakdan, mehnatdan nomus qilma. Hatto u eng tuvan darajalik ish bo'lsa-mu bekorchilikdan, harom tamoq bo'lib qolishdan nomus qil. Har qanday haqoratmi odamga bekorchilikdan ig'ir bo'lmaydi. Emgak sana hamroh bo'lsa, o'zingni yolg'iz his qilmaysan, zerikmaysan. Shunga qilayotgan ishingdan nomus qilmay yoki o'zing uchun biror munosib ish topolmaganligingni xo'rlik his qil. Bekorchilikdan kelgan haqorat deg'ini hech qanday sopun bilan yuyib tozalay olmaysan. Balam, emgakni bilib emgak qilishni bilmasa bo'lmaydi. Chunki eng unumli emgakning asosiy sharti emgak qilishni bilishdir. Eng cho'q tragediya deyilsa, o'zingning qobiliyatsizligi tufayli mumkinchiligi bor ishni mumkinchilik yo'q ishga aylantirib qo'yishingdir. Emgakning unumi o'zing qila oladigan, chaming yetadigan ishni qilish orqali ko'riladi. Qo'lingdan kelmaydigan ishga bosgan har bir qadaming sana mahrumlikdan boshqa hech narsa berolmaydi. Hali bu ishga chepish seni ikki kemiga dasigan odamdek halokatga yaqin qiladi. Yana biri oyga chiqmaydigan, unumi yo'q bir talay ishni qilganingdan ko'ra, biror ishni voyaga yetkazganing yaxshi. Biror ishni qilib oyga chiqishga ko'zing yetmasa, yaxshisi u ishga qo'l tiqma. Bir ishni boshlagan ekansan, hargiz 20 yo'lda to'xtab qo'yma. Har qanday bir ishni oxirlashtirishdan qiyin bo'ladi. Qiyinini qilib asini qolganda bel qo'yib o'tish irodasizlik bo'ladi. Ishda sabrlik odam irodalik odamdir. Balam, ishingda muvaffaqiyat qozonishning yana bir sharti sen o'zing qilayotgan ishni haqiqiy so'ygin. Shunda emgak sen uchun eng ko'ngilli mashg'ulotga aylandi. O'zing xohlamagan halovatmi sana mehnat yukini ortadi. İşləyəndə özünün nima iş qilayotganini bilib qil. Qadimki Uyg'urlarda kul puyligicha cho'q puyla degan ogohlantirish bor. Kulni bir umr puylasangmi, murod maqsading hosil bo'lmaydi. Cho'g'ni puylasang, uningdan o't yenib, ko'zlagan maqsadga yeta olaysan. Balam, ajr mehnat bilan erishish mumkin bo'lgan baxt saodatingni o'rinliq bilan boshqalarga qo'l sundigan ig'ir kulfatga almashtirmag'aysan.